Salom do'stlar, reading mashqimizda juda ham oson leveldagi o'quvchilarimiz uchun tayyor bo'lsangiz ketdik. Demak, birinchi tekstimizning sarlavhasi Bill and his wig, ya'ni Bill va uning parigi. Parig, mana bu narsa, ya'ni sochga kiyiladi-ku, soch yo'qlar kiyadi. Bill has a big wig, ya'ni Billni katta parigi bor. The wig is pink, ya'ni parig pushti rangda. A big wind hits Bill, ya'ni juda ham bir katta shamol Billni uradi. The pig is in a pit. Mana shu yerda menimcha yanglishmovchilik bo'lgan, adashmovchilik bo'lgan. Ya'ni bu yerda cho'chqa chuqurda ichida deyilyapti, lekin bu yerda biz wig deyishimiz kerak, ya'ni parig chuqurni ichida. Ya'ni o'sha shamol bo'lgan paytda parig chuqurni ichiga uchib ketib qolgan. Bill gets his wig, ya'ni Bill parigini oladi. Savollarga o'tamiz. What does Bill have? Ya'ni Billda nima bor? Bu yerda birinchi gapimizda Bill has a big wig, ya'ni Billda juda ham katta parig bor. What color is the wig? Va uni rangi qanaqa? The wig is pink, ya'ni parig pushti rangda deyapti. What hit Bill? Nima urdi Billni deyapti. A big wind hit Bill, ya'ni juda ham katta shamol o'sha Billni urib yubordi. Where does the wig go? Mana bu yerda adashganligimiz isboti, ya'ni parig qayerga ketdi deyilyapti. Bu yerda esa the pig is in a pit deyilyapti. Ya'ni cho'chqa chuqurda deyilyapti, lekin aslida parig chuqurga, ya'ni chuqurga qarab tushib ketdi. Xullas yerga tushib ketdi. What does Bill do? Ya'ni Bill nima qiladi? Bill gets his wig. Ya'ni Bill uni parigini oladi, o'zini parigini oladi. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.